Assalomu alaykum, hurmatli Samotni chorva obunachilari, tinchmisizlar, omonmisizlar? Bu ukam ham ko'rinmay qoldi aytgandirsizlar. Mana bugun sizlarga Samotni chorvani o'zidan primoy ona bola yangi tug'ilgan qo'y qo'zilardan ko'rsatib o'taman. Kech bo'lishiga qaramasdan Samotni chorva sizlar uchun xizmatda. Bu qo'ylarimizga keladigan bo'lsak, bu qo'ylarimizni почти hammasi tishlari qo'zi, hali ikki kurak bo'lmagan. Bitta mana shunisi ikki kurak yoki cho'ri. Qolgan hammasi birinchi tug'ishga hali tish buzmagan qo'zi qo'ylar. Qo'ylarimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxini aytib o'tishimdan oldin bitta obuna tugmasini bosing, orqasidan laykni bosing. Men narxni sindiraman. Bosdingizmi? Laykni qizartirdingizmi? Unda narxiga o'tamiz. Qo'ylar narxiga keladigan bo'lsak, qo'ylarimiz narxi 6 milliondan 6,5 milliongacha. Kimga qiziq bo'lsa, pastki nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.